homilador ekanman. Tushunmadim. Kimdan? Nima deganingiz kimdan? Sizdan? Men seni qizligingga tegmaganman, nima deyapsan? Men sizdan boshqa hech kim bilan bo'lmaganman. Nima deganingiz bu? O'zingiz u menga senga uylanaman deb va'da bergansiz, to'g'rimi? Erkakmisiz? Nimaga hozir qochyapsiz? Xo'p, bu bolani nima qilmoqchisan hozir? Tug'aman? Tug'olmaysan. Nimaga? Men seni uydagilarim oldigi bu ahvolingda olib bora olmayman. Qanaqa bo'ldiraman bolani? Bolani yuragi uryapti-ku. Hammasi o'zining iziga tushib ketgandan keyin men senga uylanaman. Lekin hozir oldiramiz. Oldira olmayman. Bolam yuragi uryapti, sizni farzandingiz. Sen menga bir marta xo'p degin, oldiramiz bolani. Men homilador ekanman. Men seni uydagilarim oldiga bu ahvolingda olib bora olmayman. Bu bolani oldiramiz. Oldira olmayman. Bolam yuragi uryapti, sizni farzandingiz. Sizlarni Bahodirovlar oilasi deb e'lon qilaman. Tabriklayman. Uydagilarga salom aytib qo'ying. Hali kechroq yana kelaman, xo'p? Xo'p, mayli. Yaxshi deb bo'ling. Xo'p. Malika opa, tabriklang. Biz zaksdan o'tdik. Voy, tabriklayman. Juda ham yaxshi bo'pti. Qarang, to'ydan bir kun oldin tiktirishim kerakmi? Yoki bugun ham borsam bo'ladimi?